Bugungi mavzu jigarimizni tekshiradigan maxsus test. Mana shunday test shu yerda All Health markazida bor va mana shu test bo'yicha bizga batafsil ma'lumotlarni shu yerda ishlaydigan bizning vatandoshimiz doktor Elnora Hajjayeva aytib beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Testning nomi liver fiber scan. Bu jigarni tekshiradigan test hisoblanadi. Ya'ni qanchalik qattiqligini, deylik, plotность. Test 5-10 minutcha vaqt oladi. 3 xil odamlar tekshirishdan o'tishlari mumkin. Masalan, deylik, gepatit kasalliklari bilan kasal bo'lgan odamlarimiz, gepatit A, B, C har xil turlari bor. Ikkinchi odamlar bular jigar kasalligiga uchragan odamlar, kimki alkogol iste'mol qilmaydigan, alkogolga tegishli emas. Va uchinchisi alkogol ichuvchi bemorlarimiz. Alkogol ko'p iste'mol qiladigan bemorlarimizda juda qattiq jigar o'zgarishlari bo'ladi va sirroz kasalligiga moyillik bo'ladi. Ha. Va bu test aniqlaydi. F0, F4 gacha bizda o'zimizning skorimiz bor, ya'ni skor deyiladi. Shunga qarab biz aniqlaymiz qanchalik kuchli o'zgarishlar borligini. Bu juda ham yaxshi test hisoblanadi va sizda agar bemorlaringiz odamlar bo'lsa, kelib tekshiruvdan o'tishlari mumkin. Biz ularga yordam beramiz. Qanaqa kasalliklarni oldini olish mumkin agarda mana shunaqa testlardan odamlar vaqtida o'tib yurishsa? Eng asosiysi sirroz. Sirroz bu afsuski bu уже oxirgi stadiyasi hisoblanadi jigar kasallikni. Uni faqat lecheniyasi liver transplantatsiya hisoblanadi. Ya'ni jigarni olib tashlab boshqa jigar qo'yish. Shuning uchun shu paytgacha nima qilmasdan patsientlar kelsa, bemorlar, biz shunga qarab tekshiruvdan o'tkazib, kerakli mutaxassislarga yuboramiz bemorlarni. 90-yillarning boshida O'zbekistonda juda ham gepatit A tarqagandi keng tarzda. Kimdan so'ramasang, ko'pchilik sara kasal bo'lgan, afsuski. Ayniqsa mana shunaqangi qachondir o'sha sara kasal bo'lgan vatandoshlarimiz shu yerda Nyu-Yorkda yashayotgan bo'lsa, ular ham mana shu risk gruppasiga kiradimi? Albatta. Bizda qon bo'yicha ham aniqlashimiz mumkin. Gepatit A turini, B turini, C turini. Chunki bir xil bemorlar so'raganingizda ular точно bilishmaydi, bo'lishganmi yo'qmi. Kichkina bo'lishganda u paytda 90-yillarda. Va biz qon bo'yicha aniqlaymiz shu narsani. Tushunarli. Demak, keling etaplarni kelishib olaylik. Agarda vatandoshimiz mana shu videoning tagidagi telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, appointment belgilab, mana doktor Hajjayeva bilan va bu yerga tashrif buyursa, birinchi, ikkinchi, uchinchi qilinadigan ishlar, marhamat. Birinchi o'rinda kelishadi, tekshiruvga istoriyalarni olamiz, tarixlarni so'rayman, keyin yozib olaman kerakli bo'lgan qon testlarni. Ikkinchisi, ular shu testlardan o'tishadi, keyin o'sha keyingi stadiyasi sonogramma, UZI bo'lishi mumkin, ultratovush testi va uchinchisi shu liver fiber scan, ya'ni jigar tekshiruvchi test. Shu 3 ta qadamdan keyin biz o'sha tashxis qo'yib, kerakli bo'lgan mutaxassisga yuboramiz ularni. Ko'plab mutaxassislar shu yerning o'zida bor. Hamma mutaxassislar bizda bor. Gastroenterolog asosan bu narsa bilan nima qiladi, mutaxassis va bizda gastroenterolog 2 ta hozir. Tushunarli. Men eshitdimki, butun Brooklyn bo'yicha, Nyu-York bo'yicha eng ko'p o'zbek tilida gaplashadigan mutaxassislardan biri bo'lgan klinika aynan biz hozir turgan All Health. Ko'plab vatandoshlarimiz shu yerga keladi, chunki o'zlarini ona tilida bemalol bu yerda shifokorlarga murojaat qilsa bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Front desk, medical assistant, medsestralarimiz, doktorlarimiz o'zbek tilida gaplashishadi hammalar. Tushunarli. Tojik tilida mutaxassislar bormi? Tojik tilida ham bor, eron tilida ham bor, ukrainskiy, hamma tillarda. Tushunarli. Ishqilib inglizcha ham bormi? Bor. Yaxshi. Demak, kerakli telefon raqamlarini mana shu videoning tagida qoldiramiz. Aytingchi, agarda birorta mana shu yerga kelgan kelmoqchi bo'lgan vatandoshimizda sug'urta bo'lmasa-chi? Sug'urta bo'lmasa bu problema emas. Bularga ham yordam beradigan bizda odam bor. Va sug'urtani ham qilib berishga biz yordam beramiz yoki umuman bo'lmasa uni ham yo'li bor, qonuniy yo'li bor. Demak, kerakli brokerlar bu yerda ham bor. Demak, bemalol sug'urtangiz bo'lmagan bo'lsa, endigina davlat kelgan bo'lsa yoki sug'urtangiz umuman bo'lmagan bo'lsa ham, ular sizga yordam berishlari mumkin va agarda sug'urtani yo'li bo'lmaydigan bo'lsa ham, demak, qonuniy va qimmat bo'lmagan yo'lini albatta topib berasizlar, to'g'rimi? Hech qaysi Nyu-Yorkdagi vatandoshimiz mana shu yerga kelgan paytda va yordam so'ragan paytda yordamsiz ketmaydi.
Bu yerda aynan mana shu All Health klinikasini egalari bilan biz shu narsaga kelishganmizki, bu yerga kelgan har bir vatandoshimiz albatta tibbiy yordam olishi shart. Hattoki unda agarda demak sug'urtasi hujjatlari bo'lmasa-da. Shuning uchun ham biz sizlarga maksimal tarzda harakat qilamiz yordam berishga. Sizdan qilinadigan demak narsa esa bu faqatgina mana shu videoning tagidagi telefonga qo'ng'iroq qilib appointment belgilash. To'g'rimi? To'g'ri. Sog' bo'linglar. Aytmoqchi bo'lgan gapingiz bo'lsa yana aynan Nyu-Yorkdagi vatandoshlarimizga bemalol aytishingiz mumkin. Iltimos bizning ofisga kelinglar, kutmanglar, faqat muammo boshlanishidan oldin tekshiruvga kelinglar. Hamma kerakli bo'lgan qon testlar bizda mavjud. Eng asosiysi skriningda, muammo chiqishidan avval tekshiruvdan o'tish. Eng asosiy maslahatim. Tushunarli. Katta rahmat sizga. Mana eshitib turibsizlarmi? Orqada ham o'zbek tilida gaplashyapti. Mana hamshiralar. Zarimaxon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ovoz eshitib turganimdan xursandman. Bu degani Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkdagi All Health markazida ko'rishganda ko'rishguncha. Sog' bo'linglar.